بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على الفعل. فعل توغرست سوز. تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. فعلنا ماضي ومضارع وأمرga taqsimlanishi. ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. فعل ماضي مضارع وأمرga taqsimlanadi. فالماضي ما يدل على حدوث شيء في زمن مضى قبل التكلم مثل كتبه. Mozi bir narsani so'zlashlikdan oldin o'tgan zamonda hosil bo'lishiga dalolat qiluvchi lafzdir. Misol kataba yozdi. والمضارع ما يدل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده مثل يكتب. Muzori bir narsani so'zlayotgan zamonda yoki so'zlash zamonidan keyin paydo bo'lishiga dalolat qiluvchi lafzdir. Mislu yaktubu mana misol yozyapti, yozadi. Wala budda an yakuna mabdu'an bi hamzatin aw nunin aw ya'in aw ta'in. Chorasiz muzori fe'li boshlangan bo'lmoqligi hamza bilan yoki nun bilan yoki yo bilan yoki to bilan. Va tusamma hazihil huruf bi ahrufil mudori'ati. Bu harflarni muzoriat harflari deb ismlanadi. Birinchi izohga qaraymiz. Agar senga aytilsa-ki, Ali hozir nima qilyapti desa, senga durust javobida aytmoqliging yaktubu. Mana shu yaktubu lafzi mana shu aytganingda gapirayotgan paytida yozishlikning hosil bo'lishligiga dalolat qiladi, ya'ni yozyapti degan bo'lasan. Agar senga aytsa-ki, Ali ertaga nima qiladi desang, senga durust bo'ladi yana yaktubu demoqliging. Bunda yaktubu lafzi kelasi zamonga, ya'ni gapirishdan keyingi bo'ladigan zamonda yozishlikni hosil bo'lishiga dalolat qiladi, ya'ni yozyapti desan. Va har bir muzori fe'lini hozirgi zamonga ishlatish ham kelasi zamonga ishlatish ham durust, modomiki o'sha ikkalasidan bittasiga tayin qilib qo'yadigan biror narsa topilmasa. Mana bu tayin qiladigan narsalardan kelagi zamonga sinni kirib qolishligi, savfani kirib qolishligi. Sayaktubu desa tezda yozadi. Bu yerda endi yozyapti deb bo'lmaydi. Yoki savfa yaktubu yaqinda yozadi desan, bu yerda ham yaqinda yozyapti deb bo'lmaydi. Faqatgina kelasi zamonga tayin bo'lib qoladi. Ikkinchi numerdagi izohga qaraymiz. Bu muzori fe'llari boshlanishi lozim bo'lgan harflar sening so'zingda ana aytadi jam bo'ladi va bularni muzori'a harfi deyildi. Asli muzori'a bir narsaga o'xshamoqlik ma'nosi, chunki mozi fe'li mana shu harflar ziyoda bo'lishi bilan ismga o'xshagan holatda bo'lib qoladi va ana shu harflarni fatha o'qishlik vojib bo'ladi. Mana yaktubu yozyapti-da ya o'qiyapmiz, yantaliquda ya ketyapti, yastafhimu tushunadi ya o'qiyapmiz. Magaram agar o'sha mozi fe'l 4 harfli bo'ladigan bo'lsa, bu muzori harfni zamma o'qiymiz. Go'yoki mana yudahriju yuhsinuga o'xshagan. Muzori'an lil ismini ma'nosi ismga o'xshagan fe'l degani. Ya'ni bu ko'p holatlarda ismni o'rniga tushadi muzori fe'li. Wal amru ma yutlabu bihi husul shay'in ba'da zaman at-takallum mislu uktub. Amr u bilan gapirish zamonidan keyin o'sha lafz bilan bir narsani hosil bo'lishligini talab qilinadigan lafzdir. Misol mana uktub yoz, ya'ni yozishlikni talab qilinyapti so'zlagandan keyin. Amsilatun misollar lil mozi mozi uchun hafiza yodladi, fahima tushundi, zahaba ketdi, safara safar qildi, ta'allama ta'lim oldi, tafaxora faxrlandi, ashroqa chiqdi quyosh, g'oruba botdi, kallama so'zlashdi, i'tadala to'g'ri turdi, istahraja chiqishni talab qildi, itma anna xotirjam bo'ldi. Lil muzori muzoriga misollar ahfazu yodlayman, nafhamu tushunamiz, yazhabu ketadi, tusofiru safar qilasan, ataallamu ta'lim olaman, natafakharu faxrlanamiz, yushriqu chiqadi, tag'rubu botadi, ukallimu so'zlashaman, na'tadilu to'g'ri turamiz, yastahriju chiqadi, tatma'innu xotirjam bo'ladi. Lil amri amrga misol ihfaz yodla, ifham tushun, izhab ket, safir safar qil, ta'allam ta'lim ol, tafaxor faxrlan, ashriq chiq, uğrub bot, kallim so'zla, i'tadil to'g'ri tur, istahrij chiq,
اتمعن xotirjam bo'l. تمرين مشق. استخرج الأفعال الماضية والمضارعة والأمرية التي في هذه الحكايات واكتب كل نوع على حدته. Bu hikoyadagi mozi fe'llarni, muzori, amr fe'llarni chiqaz va ularning har bir navini alohida yoz. دخل على عمر بن عبد العزيز في أول ولايته وفود المهنئين من كل جهة، فتقدم من وفد الحجازيين للكلام غلام صغير لم تبلغ سنه 11 سنة. Umar ibn Abdulazizga voliyliklarning avvalida har tarafdan tabriklovchi elchilar kirishdi. Bas Hijoz elchilaridan so'z uchun yoshi 11 ga yetmagan kichkina o'spirin so'zga chiqdi. Dahola o'tgan zamon fe'li, ala harfi jar, umara majrur, umara mavsuf, ibni sifat, ibni muzob, abdi muzofin ilay, abdi muzob, azizu muzofin ilay, fi harfi jar, avvali majrur, avvali muzob, vilayatihi muzofin ilay. Vufudul muhanniina muzob muzofin ilay bo'lib turib, daholaga foil. Min kulli jori majrur, kulli muzob jihatin muzofin ilay. Fa atf taqaddama matf daholaga. Taqaddama fe'l, min vafti jori majrur, vafti muzob, hijoziyina muzofin ilay. Lil kalami jori majrur, g'ulamun taqaddamani foili. G'ulamun sag'irun mavsus sifat, lam tablugh sinnuhu, ya'ni bu lam tablugh fe'l, sinnuhu foili, 11 tablug'ga maf'ul, sanatan tamyiz va sag'irundan uyog'i jumla birgalikda g'ulomunni sifati. Faqala lahu Umaru irji anta wal yataqaddam man huwa asannu mink. Unga Umar aytdilarki, qayt sen, bas u sendan yoshi ulug'roq kishi chiqsin. Fa atf qala fe'l mosi lahu majrur, unga Umar foili. Irji fe'l foil amr, anta irji'ni tagidagi zamirdan ta'kid. Wal yataqaddam wal atf, yataqaddam bu amr bolom, man uni foili. Man mavsula huwa mubtada, asannu xabar, minka jori majrur asannuga. Faqala al-g'ulamu ayyadallohu amiral mu'minin al-mar'u bi asgharihi qalbihi va lisanihi. O'spirin aytdi, Alloh taolo mu'minlarni amirini quvvatlasin, inson ikki kichik narsa, qalbi va tili bilandir. Fa atf qala fe'l mozi, al-g'ulamu fa'ili, ayyada fe'l, Allohu lafzi foili, amiral mu'minin izofa bo'lib turib maf'ul. Al-mar'u mubtada, bi asgharihi jori majrur bo'lib turib bu xabar. Qalbihi bu asgharihidan badal ba'z va lisanihi atf matf. إذا منح الله الأبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. Agar Alloh taolo bir bandaga lafzli til, saqlovchi qalb bersa, batahqiq so'z aytishga haqlik bo'ladi. Fa'at izo harf shart, manaha mozi fe'li shart, Alloh lafzi foili, uni abda birinchi maf'ul, lisanan ikkinchi maf'ul, lisanan mavsuf, lafizan sifat, waw atf, qalban matf, hafizan qalbanga sifat. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا. Agar albatta ish ey mo'minlarning amiri yosh bilan bo'ladigan bo'lgandaydi, albatta ummatni orasida bu sizni o'rningizga sizdan ko'ra haqliroq kishi bor edi, dedi. Waw atf, law harf shart, anna huruf mushabbaha, amra ismi, yo harfi nido, amiral mu'minin izofa bo'lib munodo. Bisin jori majrur, bu annaga xabar. Lakana bu lavga javob. Kana af'ol noqisa, fil ummati jori majrur mutaalliq bo'lib turib konani xabari oldin kelgan, man konani ismi, man mavsula, huva mubtada, ahaqqu xabar deymiz. Minka jori majrur, ahaqquka, bi majlisi jori majrur, majlisi muzob, ka muzofin ilay, haza bu harfi ishora. Ta'ajjaba Umaru min kalamihi va anshada. Umar uning so'zidan taajjub qildilar va she'r aytdilar.
تعجب فعل ماضي ومرفوع من حرف جر كلام مجرور كلام مضاف هي مضاف إليه واو عطف أنشده معطف تعجبك. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كما هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. inson olim bo'lib tug'ilmaydi va ilm egasi u ilmsiz johil kabi emasdir. Agar qavmni kattasi uni huzurida ilm bo'lmasa, kichikdir agar unga majlislar iltifot bilan qarasa. Ta'allam ismi fe'l foil, fa uni javobi, laysa hurufi mushabbaha, al-mar'u ini ismi, yuvladu jumlasi xabari, yuvladu majhul fe'l, huva noib foili, oliman hol. Vav atif yuqoridagi laysa hurufi mushabbaha ahu ilmin izofa bo'lib turib uni ismi, kaman huva joilun jumlasi uni xabari, ka harfi jar, man majrur, man mavsula. Bu jumla huva mubtado johilun xabar birgalikda manni silasi. Va inna vav atif inna huruf mushabbaha kabiral qawmi izofa bo'lib turib buning ismi, jumla xabari, lo nafiy jins, ilma loni ismi, indahu muzof ilay uni xabari, sag'irun yuqoridagi innaning xabari, iza zarf, iltafata fe'l, alayhi jori majrur mutaalliq unga, al mahofilu iltafatani foili.